tuzumdan. Yashayapsan, bo'pti ishlaring. Ha, rahmat. Tuzumsan o'zi? Rahmat, xudoga shukur. Kecha ko'rinmading, bolalar bilan o'tiruvdik. Ha, kecha ishlar ko'payib ketdi. Bozorga tushdim. Buqamni sotdim. Endi shu buqani puliga yaxshiroq biznes qilib, o'zini pulini qilmoqchiman endi. Senga taklif bor, xullas. Abdurashid taniysan? Narmanli, puli bor odam. Kecha karta o'ynab 15 million dollar yutqazib qo'ydi. Puli bor Narmanli odam, o'zing ham bilasan. O'shanga gaplashib ko'raman, xohlasa bir narsa qilib yuboramiz. Qanday bo'larkan? Zo'r bo'ladi, o'rtoq. O'ylab ko'raman. O'ylab ko'r, menga atletini aytib yuborgan, men sen bilan telefonlashamiz, o'rtoq. Gaplashamiz. Abdurashid, Otashboy. tuzumsan? Bormisiz o'zi? Rahmat, yurimiz. Yurimiz. Xullas, eshit, Aboni taniysan, bilasan. Hop. Xullas, molini sotgan. Narmanli puli bor. U bir narsa qilib yuborish kerak, xullas. Men uni kindalab qo'yganman o'sha. Puli yaxshimi? Voy, zo'r, shon. Pul qatta bo'lsa, men ham o'sha yerdaman, Otashboy. Xullas, gaplashamiz. Men shoshotdim. Argin ishlarim bor edi. Telefonlashamiz, bo'pti. Bo'ldi. O'rtoq, tuzumsan? Ha, Otabek qalaysan? Xullas, kecha gaplashuvdik-ku. Hop. O'shani men gaplashdim Abdurashid bilan. Xohlasang, anaqa qilamiz, o'ynaveramiz. Bo'ldi, kevar uydaman. Bo'pti, gaplashamiz, o'rtoq. Men hozir Abdurashidni olib boraman unda. Hop. Hop. Ana mana shu. Понятно. Boshlang. Otashboy. Ketdi. Beshta keldim. Hammasini chiqdi. Men yutdim. To'xtang, boy. Men bularni ko'ring, siz birinchi. Srazi pulga hamla qilib ketmang. Endi nimangizni tikasiz, boy? Pulingiz qolmadi. Mashina bilan uyimni tikaman. Mana bu yerda 10 ming ko'kat. Undan tashqari 2 xonali kvartira. Tugatibsizlar-ku. Xo'sh. Manda 19. Menda pas. Voy. Kechgacha uyi bo'shab qo'ying. Mashinangizni hozir haydab ketamiz. Sarsamay, birligimiz yo'qolmasin. Nima bo'ldi? Tugatdinglarmi? Nima? Hammasi sanida bolalar. Sanida uyimni tikvordim. Endi qaytib turaman. Qo'lingni oling, men senga prosta taklif berdim. Qo'y. Assalomu alaykum. Hamma narsa bo'lishi mumkin hayotda. Akang yaxshi odam edi. Mayli. Taqdir peshonasiga yozilgan narsa bo'ladi baribir. O'sha akangning marakasiga ham bir haftadan o'tdi. Tugaganiga.
bo'shatib qo'yasalarmi ukam meni? Aka, uyimma qo'ymang iltimos. Akamdan keyin bitta o'zim qolib ketdim. Hozir siz chiqarib yuborsangiz ko'chada qolib ketaman-da. Ukam bu o'yin ichida ganga chiqadi. Mendan xafagarchilik bo'lmasin faqat. Men shunchaki yutgan narsamni o'zim so'rayapman bo'ldi. O'takansiz. Qayerga ketyapti? Bo'ldi, ketdi. Morobasi, tabriklayman. Endi bu koshona meniki. Ketdi unda. Kartani suzundan ko'ra o'ynaymiz. Bo'ldi, suzuramiz. Ey, nima bo'ldi? Anuni qara. Ha, kim? O'lgan bu. Ha, jinnimi san hech kim yo'q-ku. To'xta. Atamasam men charchadim. Astagfirullah. Alo. Odash qayerdasan? Uyda edim, tinchlikmi? Tez uyga kelgin. Ha, hop, hozir o'taman. Maslahatli ish bor. Ha. Ha, tinchlikmi telefon qiluvding? Qo'y. Uyimni o'ziga berib yubormasak bo'lmaydi. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ko'zimga hamma narsa ko'rinyapti. Ayniqsa bu yomon kun. Ko'zimga ko'rinyapti. Jonim yetib ketdi. Na uyqumni, na tunimni. Xo'p, nima qilish kerak hozir? Ukasini topib berib yubormasak bo'lmaydi. Ukasini topgan, senga ishonaman. Bo'ldi, hal qilamiz. Gaplashamiz. Yo'la bo'lmish. O'zing bormi? Taxka. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Xullas, Abdurashidda gapi bor. Ana, olib keldim. Sen yaxshimisan? Ular yaxshimi? Ukam xato qilib qo'ydim. Oylik ko'zimga ko'rdi. O'shaning uchun men bu uyni o'zingga uyim. Men bu meni mashinasi, uyini ham, mashinani ham o'zingizga bersin ukam. Meni kechiring.